Assalamu alaykum. Uyg'uriston Cumhuriyeti, Uyg'uriston Cumhuriyetçiler Partisi'deki barlıq partiya a'zolari, ustozlarim, rahbarlarimiz ve barlıq vatandaşlarımız yaxshimisizlar. Mushu bir qancha kun ichida bir qism tashkilot rahbarlari ve bir qism tanilgan shaxslar intayin to'lib toshgan hayajon bilan vatanimizni Amerika hukumatining rasmiy shaklda besuylangan zimin deb e'tirof qilganlik xo'sh xabarini yetkazib, bütün xalqimizni intayin qizg'in hayajonga soldi. Albatta, bizning birdan-bir tashqi dunyoda haqiqiy turda Xitoyga qarshi kuchli bir harakat va inqilob kurash elib berishimizda cho'qim oldi bilan Amerika hukumatining vatanimizni besuylangan zimin deb e'tirof qilishi intayin muhim. U chaqda bu Xitoyning ichki ishi emas, aksincha bir mustaqil davlatning özünün zimin bütünlüğü ve özünün ziminge boğan igidarçılık hukukunu eslige keltiriş, kanunsuzlarca tacavüz kılıp ziminimiz tüpürüğünü besivağan tacavüzçi Xitay hükümetini qaysi şekilde bolsun, meyli tinç yol bilen bolsun, meyli korallık şekilde bolsun, iş kılıp paylanış tegişlik her kandak önümlük çağrılardan paylanıp Xitay Komünist hakimiyeti ve onun vatanimiz tuprağına məqsədlik halda orlaştırgan xalqimizni tüp mənidin asnatsiya qılıb jutib etib, ornuğu yasap çıkmakçı bolğan bu Xitay kanunsuz köşmelleri ve bir keçide dumulap askerge aylanalıydigan bu şekli özgergen tacavüzçi yerlik Xitayning yerlik kanunsuz köşmellerinin vatanimiz tuprağında elip beriyotgan faaliyetlerini çekleş bizning resmi xalqarалық qonunlarga uygun hareketimizge aylangan buludu. Onun için biz Uyg'uriston Cumhuriyetçiler partiyamiz kurulgandan tartib taki bugungacha biz hech to'xtatmay Amerikaning Aqsarayga petishonlarni yo'llab turdik, yo'llayapmiz, namoyishlar uyushtiryapmiz, kuch ko'rsatyapmiz, lozunkalarni ep chiqib Aqsarayning oldida o'zimizning talablarini, ya'ni xalqarалық qonunlarga uygun haq ve zimin davarimizni vatanimizning Xitoy kommunist tajovuzchilar tarafidan besiylangan zimin ekanligini, shuning uchun Amerika hukumatining davlatimizni besiylangan zimin deb atashning naqadar muhimligini to'xtamay anglitib kelyapmiz. Ammo bir qism tonilgan Uyg'ur davosida o'rni bor bir qism shaxslar va ba'zi bir tashkilotlarning rahbarlari hech o'ylashmasdan va Amerikaning hozirgi navbatdagi siyosiy vaziyatini yaxshi kuzatmasdan bundaq bir qonunning tek resmi amallaşmaganligini bilib turib yoki bilmay turib o'tirg'i qo'yib qolgan ahvollar bo'layotidir. Demakchi o'g'limiz, hatto bizning bu shaxslarimiz o'zining so'zlarida endi Uyg'ur masalasining Amerikaning kundalik siyosiy harakatiga aylanganligi, Uyg'urlarning hech qilmasaqmi bu ishning o'zligidan putadiganligidan iborat bir xato tashviqotni o'tirg'i qo'yyotidir. Bu intayin xato bir tashviqot. Çünkü balıcığımızsa ana emçek sanmaptı degandek bizning davamlıq özümüzün yolluk davalarını dünyadaki barlıq demokratik devlet puhraları ve hükümetiga izchil to'xtamay anglatish mecburiyetimiz ve vazifemiz var. Çünkü meyli Amerika bolsun, meyli qaysi dünyadaki demokratik devletler bolsun, Xitoydek bir çoğun devletki karşı hiç qandaq bir davagarni keyniga almay, öz aldığı kanun çıkarıp ulağa taqabül turuşu mutlaq mümkün emas. Şuna çoğum biz davagar buluş süptimiz bilen hiç kaçan bizning Aqsaray ve Amerika xalqiga ve Amerika rahbarlik o'rnidagi shaxslarga davomli to'xtamay vatanimizning besiylangan zimin ekanligi, Xitoyning vatanimiz tuprog'ida elib berayotgan qirg'inchiliklarining intayin kechirgisiz bir irqiy qirg'inchilik ekanligini rasmiy qonun loyihasi ma'qullab, Kongress ve parlament Avam palata tasdiqlab, prezidentning qo'l qo'yishi bilan buning rasmiy qonunga erishish uchun davomli kecha kunduz 24 soat to'xtamay turishimiz lozim. Şuna biz Uyg'urlarning masalasi haqiqatan dunyo siyosatini belgilaydigan intayin muhim bir o'ringa ko'tarildi. Bu bizningki emgigimizdan emas, aksincha vatan mamlakat ichida to'kilayotgan shu millionlagan, 10 minglagan, 100 minglagan qahramonlarimizning qini bedliga bo'layotgan bir ish. Elbette tashqi dunyodagi tashkilot va partiyalarimiz qo'limizdan kelishicha kuchayapmiz. Bir qism lagerlardan qochib chiqqan tashqi dunyoga chiqqandan keyin o'zininki testimoniyalar, ya'ni
guvohchiliklari bilan Xitoyning bu ashaddiy irqiy qirg'inchilikni isbotlayotgan xonim qizlarimiz, apandilarimizning albatta to'kpisi bor. Lekin yana bir jumla gapga yig'inchoqlasak, Uyg'ur masalasining xalqaralashishidagi birdan bir eng chong sabab shu yerdagi to'kilayotgan qinimiz, shu yerdagi xalqimizning inson tasavvur qilg'isiz darajadagi mushu 21-asrda uchrayotgan yo'lsizliklari, xo'rliklari, iffat nomuslarining oyoq osti bo'lishi, g'ururlarining dafsanda qilinishi, ularning hayotiga, jismoniy hayotiga ig'ir darajada ta'sir ko'rsatib, ularni xohlagancha o'ltirib, ko'ydirib, tirik turg'izib, ishki a'zolarini tashqi dunyolarga setishdek, mana shunday inson tasavvur qilg'isiz darajadagi yovuzona qirg'inchiliklarni Amerika hukumatining irqiy qirg'inchilik deb rasmiy shaklda atab uni qonunlashtirish uchun 1 sekund 1 minutni to'xtab qolmasligimiz kerak. Shunga bizning tavsiyamiz tashqi dunyoda xalqimiz ichida bir qadar nopusga ega bo'lgan, bo'libmi ba'zi bir tashkilotlarni qurib, uning beshida turayotgan shaxslarimizning bundan keyingi Amerikaning qonunlarini va xalqaro qonunlarni va xalqaro vaziyat va siyosatlarni inchiki kuzatib, tafsiliy tahlil qilib, undan keyin ba'zi bir fikrlarni o'ttirib qo'yishni chin qalbimizdan iltimos qilamiz. Sababi undaq bo'lmaydi ekan, o halda bizning Uyg'ur masalamiz xalqaralashdi. Endi biz Uyg'urlar hech chiqmay o'ttasaqmi, davarimiz o'zligidan minib ketaverdi degan bu sapsata bizning xalqimizni bexotlashtirib, davarimizni puchaklashtirib, inqilob va kurashlarimizga daxli ta'ruz yetkazdi. Shuning uchun biz tashqi dunyoda elib berilayotgan har xil tildagi, bo'libmi o'zimizning Uyg'ur tilida berilayotgan ba'zi bir nutqlarimizni anglaganchig'imizda uning hozirgi vaziyat ve xalqarалық siyosatdagi o'rni, uning Uyg'urlarning o'zining mustaqil davlatini asliga keltirishdan iborat bu yo'lliq inqilob kurashlarida ve uning ko'rsatgan ta'sirlariga alohida ahamiyat bermemiz lozim. Biz oldin qitim o'tirib qo'yganimizdek, bu qitim Amerikaning kongresi, ya'ni parlamentga Uyg'urlarning Xitoy kommunist hokimiyati ve uning vatanimiz tuprog'iga qonunsiz o'rlashtirgan jallat köşüp kanunsuz köşmellerinin tesirinde uçurayotgan irqiy qirg'inchiligini rasmiy şekilde genocide, yani crime against the humanity deb bunu irqiy qirg'inchilik deb atash haqidagi dastlabki qonun loyihasi Amerikaning parlamentiga sunuldi. 8-isla. Biz 13-isla bu haqda alohida uqtirish berdik. Endi buning ichida bizning vatanimizning ezeldan tartib bir mustaqil zimin ekanligidan iborat bundaq bir haqiqatni ro'shan ifodalagan moddalar bo'lmasa-mu, garchi shuning yiqilishadigan va yaqin kelgusida vatanimizni besiylangan zimin deb e'tirof qilishning dastlabki qadamlari besildi. Endi bu qonun Amerikaning Senat, ya'ni Avam palatasiga berib, uyaning tasdiqidan o'tgandan keyin Prezident Baydenning ustiga berib, bu qonunga almashidi inshaalloh. Şungichi bo'lgan arliqda biz yana bir qitim ta'kidlasak, Uyg'ur da'vosi xalqaroning da'vosiga aylandi. Biz Uyg'urlar endi hech chiqmay o'tasaqmi o'zligidan mengaverdi degan bu sapsataga nihoyat diqqat qilmag'imiz va yo'shar to'mig'imiz, hech aldanmasligimiz, aksincha 1 minut 1 sekundni to'xtatmay, meyli bir chet ellik qo'shnimiz bo'lsin yoki o'zimiz turayotgan davlatning san'at kongresslari bo'lsin, davlat arboblari bo'lsin, her kandak bir adamni küçük görmey, her kandak bir devletni çetki kalkmay, her kandak bir devletnin xadimleri ve onun hakimiyetine intayin yakın halda, mas halda biz bu teşvikatımızı hiç toxtatmasligimiz gerek. Şahsen bizden Uyg'uriston Cumhuriyeti ve Uyg'uriston Cumhuriyetçiler Partisi vatanimizni besiylangan zimin deb atash haqidagi bu petitionni biz her daim, her vakit to'xtamay taki şu qonun emilleşkenga kadar davomlashtiramiz. U qonun emilleşkendan keyin partiyamizning ve Uyg'uriston Cumhuriyeti birlikte yaqin kelgusida xalqaro qonunlarga uygun halda tashqi dunyoda askar ve ofitser yetiştirish maktablarini, ofitserlarni ve askarlarni qurib ve onu xalqaro qonunlarga uygun halda qurollandirish, Xitoyga qarshi dahshatli zarba berish uchun tayyorlik qilishdan iborat bundaq bir ulug'vor g'oyamizning amalga oshishidagi qonuniy asoslarimizni tiklamagimiz lozim ve bunun için bu kurashdan biz hiç boshlatmaymiz, hem yanmaymiz.
Şunun bilen ahirde yana bütkül dünyanın her qaysı joylaridagi qarindoshlarimiz, vatandoshlarimiz, yurtdoshlarimiz, sepdoshlarımızın birlikte bu dünyanın hozirgi eng muhim siyosatini belgilaydigan, dünya en ko'ngil bo'layotgan Uyg'ur meselesinin qandaqdir o'zligidan shu davlatlar orqali mangdu deb emas, aksincha biz ularga da'vogar bo'lib ko'rinmagimiz lozim. Bir davlat Xitoyga qarshi rasmiy bir qonun ma'qullash uchun uning tayinadigan bir da'vogar bo'lish lozim. Davogiri bo'lmagan da'vo bo'lmaydi. Biz bir millat bo'lib sifatimiz bilan o'zimizning haqiqiy ahvollarini, tariximizni, nima uchun ziminimizni besiyo'langan zimin deb ataydiganligimizni, u qaysi xalqaro qonunlar bo'yicha himoya qilinadiganligini va qanday hal qilinadiganligini to'xtamay anglatmagimiz lozim. Şu münasebetlen hemimizin zihnini Allah uçuk kılsın, ittifakımızı tekimi yaxşı kılsın, ümligimizni tekimi küçeysin, birligimizni tekimi küçeysin ve şu münasebetlen hakikaten Allah'ın güzel salamları olsun. Allah bundaki işlerimizde yar ve yardımcımız olsun. Aziz vatandaşlarım, bizning partiyamiz mana muşning uchun qurilgan chig'ida bu vatan mening vatanim. Menden başka hiç kandak bir güç, hiç kandak bir sinip, hiç kandak bir guruh ve hiç kandak bir hakimiyetinin hükümranlık kılışıga mutlak ruhsat yok degan ideologiya bilen oturuğa çıktık. Nizamnamelerimizni küçlük oturuğa koyduk. Bizning nizamnamelerimizde bu zeminimizning xo'jayini, ilgisinin biz ekanligimiz, Xitoylarga ve Xitoy puhralarga mengü ve mengülük devletimizin puhralığı berilmeydiganlığı, ularga bir geriç yer ve bir çimdim tupraqning setilmaydiganligidan ibaret intayin küçlük nizamnamelerimizden oturuğa çıktık. Şunun için biz bütkül dünyadaki teşkilatlar bilen hemkarlaşışga, ittifaqlaşışga her vaqt tayyormiz. Eğer ular vatanini satmagan, milletiga xoinlikli qilmagan bo'lsa. Undaq bo'lganken bizmi o'xshash vaqtda dunyodagi barliq tashkilotlarning biz bilan hamkorlashishini, ittifoqlashishini qo'l tutishib bu inqilob va kurashda toki vatanimiz va xalqimiz to'liq mustaqilligini qo'lga olib, erkin, hur yashamagichi bo'lgan arliqda hech qo'l qo'yib hech bel qo'yib birliktirishlarini Janobi Alloh va xalqimizdan intayin samimiylik bilan talab qilamiz. Ko'pchilik rahmat.